Salom hammaga do'stlar. Bugun sizlar bilan birinchi videomizni olishga qaror qildik. Men bilan bugun Gojo va o'zim bo'lib boraman. Bugun biz baliq ovlab kuchayish o'yini o'ynaymiz. Bunda kim birinchi va kim yaxshiroq kuchayadi o'ynaymiz. O'yinimizni boshladik. Davay, ketamiz kemachamga. Mana meni kemam. Ayiq. Xo'sh, baliq ovlashimiz kerak ekan. Qaysi baliqni ovlaymiz? Mana shuni. Ben bitta topib qo'ydim o'zi. Hop, bos. Bo'ldi. Bitta oldik. Endi orqaga qaytib olishimiz kerak. 4 parrakli kemam bor meni. Do'stlar, agar fikringiz yoki biron o'yin tavsiya qilmoqchi bo'lsangiz, kommentariyalarga yozib qo'ying. Aytgancha, yana 50 ta bo'lganimizdan keyin biz sizlar bilan stream ishni boshlaymiz. Hozircha akvariumda 2 ta baliq bor. 852 ming pul bo'ldi. Endi kemalarni ko'raylik. Kemaga qaraymiz. Kemada bitta kema ekan. Mana kemalarni ko'rsak, bu yerda 7,5 kalik 7500 dollarlik kema bor ekan. Bu yerda 5k. Hozircha do'stlar hech qaysiga pulimiz yetmayapti. Bizga birinchi baliqni olib qo'ydim. Xo'sh, bu mening yangi kemam. Ketdik. Qaysini? Pulni yig'ishtirib olamiz. Mana shu koyni ovlashim kerak. Hop. Ushladim. Ovlash kerak. Do'stlar, keyingi video qaysi o'yin va nima haqida bo'lsin, uni ham kommentariyada yozib qoldiring. Sizning fikringiz biz uchun muhim. Agar kamchiliklar bo'lsa, uzr so'raymiz. Bu yerda bir tsunami ham turib ekan. To'g'ri. Bitta bo'yicha ishlab qo'yganman, ammo pulimizni akvarium kattartirishga ishlatdik. Endi yana bu yerga o'tirib 5 kilolik baliq ko'tarib ketyapti. Xo'sh, men hozir goldfish gold degani bor ekan, o'sha ovlashga. Xo'sh, oladi. Nihoyat menda yana bir baliq bor. Endi 5 kilolik baliq bor. Xo'sh, bu yerga 2 ta tushirsak bo'lar ekan. Bazamizga maksimum 5 ta baliq ketadi deb tushunsam, shuning uchun hozir 5-baliqni olib qo'yamiz. Bo'ldi. Oladik, endi boramiz va baliqlarni qo'yib, biz tezroq kuchayishimiz kerak. Bo'lmasa Gojo kuchayib ketmasligi kerak. Fish bor, 308 kilolik. Bironta bir epicki islat qilib. Nega mana bu yer so'roqchi bo'lib qoldi hozir? Bilmasam. Bunda lekin hech qanaqa so'roqchi yo'q. Buni olamiz, keyin bularni qo'shamiz. Yana bitta baliq, mana buni ham qo'shishimiz kerak. Lekin bizda hali bir 3 ta bo'lib turibdi. Mana 3 kim? Bunda bironta epicki yo'q. Uning akvariumida hozir 2 tagina baliqcha. Ana qo'g'lashga harakat qilamiz. 216 rubl ekan. Afsus. Suv botol. Finish bo'lib bilaman. O'yin bo'ldi shundan. Tsunami Yangi akvarium. Sekundiga 48 dollar ishlaydi. Bizda turka 5 ga bo'ldi va ketdik. Biz kran olamiz. Men bechorani tsunami o'ldirib ketdi. Kran olamiz. Biz ham sekin kuchayapmiz. Menimcha bu bo'lmay yutaman. Hozircha harakat bo'lmayapti yaxshi. Voy, tsunami kelyapti. Tsunami Nariga tarafga o'tsa, tsunamiga o'ldirib ketadi. Yana bitta gold topdim, ammo Men ham gol oddiy ekan juda ham. Voy, orqaga qaytgan yaxshi. Bu yerdan o'tish uchun biz nima qilishimiz kerak? Do'stlar, keyingi video nima haqida bo'lsin? 50 ta obunachidan so'ng obunachilar bilan birga stream qilamiz. 4 kilolik olib qo'y degan baliq ko'tarib ketyapman.
soatdan keyin bir baliq spawn bo'lar ekan. Biz hozircha o'zimizning akvariumga baliqlarni qo'yib pulishlayveramiz. Agar Robux yoki donat bo'yicha ishlar bo'lsa, bizning Dynasty donatimizga bemalol murojaat qilishingiz mumkin. 100% halol. 5 ta baliq bo'ldi. Bizda 5 ta bo'ldi. Bitta akvarium kuchamoq. Baliqlarni sotamiz. Şimdi kayıtlarını bırakıp şimdi 7,5K. Hozircha men mana shu Menda hozircha 5K bor, 6,5K bor ekan. Buyoqdan davom olsam katta turishi mumkin ekan. menimcha narigi tarafga o'tish uchun bir yaxshiroq, joni ko'proq kema olish kerak. Kichkinagina baliqcha olaylik. Men nariyoqqa o'tib ketdim. Bo'ldi. Men ko'y balig'ini ovlayapman, tsunami kelib qolmasa bo'ldi. Ovladik, orqaga qaytamiz. 95 grammlik baliq ko'tarib kelyapman. Bu o'yin hozircha men uchun zerikarli bo'lyapti. Ammo bu bizning birinchi videomiz. Bizni qo'llab-quvvatlasangiz, yanada yangi videolar olamiz. Men yangi kema sotib oldim. Men yangi kema chamga oldim. 2K pulimiz bo'lib ketibdi. Birinchi kema olamiz. O't olsam kerak. 7,5Kga yangi qayiq sotib oldik do'stlar. Hozircha kim yutyapti, hammasini kommentariyada aniqlab olamiz. Hozircha uning akvariumida 123 dollar sekundaga kelyapti. Daha fazla ammo ko'proq pul kelyapti. Nimaga do'stlar, uni bilmadim. Hozircha biz yangi qayiq oldik. O'yindan beri. Bir baliq tugatib bo'lmaydi. Endi tomonga o'tamiz. Nimadir bo'lyapti. Orqaga ishimiz kerak. Tezroq kuchayishimiz kerak do'stlar. Bugun men 100 taman, bu 100% aniq ravshan bo'lib turibdi. Do'stlar, bu yerlarda bir yaxshi baliq yo'q. Shuning uchun sekin tomonga o'tishimizga to'g'ri keladi. Suv o'tini ushlashdan 80 marta boshlang. Agar baliq o'lib qolmasak bo'ldi. O'lib qolmasa. Hozir juda ham mashaqqat bilan islayapmiz va o'lib qoldik. Tsunamini bir baliq to'xtatsa bo'lmasmi? Xo'sh, O'zim sap-sariqdan tutibman. nimadir bo'ldi hozir do'stlar. Mana boyagi balig'imizdan bu yerda ham bor ekan. Suv o'ti ham bor ekan. Men hozirgina suv o'ti ushlab Yana shuni ishlaymiz. Mana bu qizil baliq ham yaxshi ko'rinyapti, ammo komon ekan. Tezroq bosishim kerak. Ko'kti nima ekan? Do'stlar, obuna bo'lib qo'yish esingizdan chiqmasin. Keyingi video qaysi o'yin haqida bo'lsin, uni ham kommentariyada yozib qo'ying. Agar videolarimiz yoqayotgan bo'lsa, like bosish esingizdan chiqmasin. Like va obuna tugmalarini bosib qo'ying. Keyingi qayiq 100K turarkan. Yana baliq ovlaymiz. Balki so'tini ovlarmiz. Men yangi ushlab turgich tutib olaman. Sotib olaman. 6,5K. Xo'sh, biz hozir qaytib akvariumda qancha pul yig'ilgan bo'lsa o'shanda mana bu sariq
Ilgi akamizni almashtirishga to'g'ri kelyapti, bo'lmasa baliqlarni ushlash qiyin bo'lyapti. Biz hozir yaxshi baliqlar tutaman. Biz qaytib kelganimizcha akvariumimizda anchagina turishlanib qolibdi va hozir ham shunday bo'ldi. Endi biz Texnikaga mana shundan sotib olsak, zo'r bo'ldi. Texnikaga kran bo'lsa agar kran olamiz. 16,5 ekan. Basseyn katta kran. 28 sekundda basseyn akvariumimiz kattalar ekan. Men bitta kichkina Hozir menga ham mana bu yer kattalashgandek tuyulyaptimi yoki Robustan ham kattalashdi, menga ham shunaqa deb tuyuldi. Delfin tutishga ketdim. mana shu yerlarni biz ham tashqariga chiqamiz deganimizda Yaxshi. nega qoldi va quyosh baliq deganlaridan tutganimizcha sunami kelib qolmasin ishqilib va sunami kelib o'ldik. Afsus. Hozir tinchgina ichkarida yuramiz va tabriklayman yana akvariumimiz kattadi. Ancha yaxshi bo'lyapmiz. Akvarium kattadi. Endi qayiq sotib olamiz. Qayiq 100 ga turar ekan. Kran sotib olamiz. Kranga pulimiz yetar ekan. Do'stlar, 50 ta bo'lganimizdan so'ng obunachilar bilan stream yoqamiz. Iltimos obuna bo'lib qo'ying. Like bosish ham esingizdan chiqmasin. Do'stlar, bizda mana zona kattarda endi bemalol delfinlarda olaversak bo'ladi. Savolda akvariumga delfin delfinimni qo'yib oldim. Ancha ko'p qo'shar ekan. delfin akvarium uchun katta emasmi? Menga shunday sezilyapti. Deyarli 100 kaligidan tutib qo'yib qo'ydim akvariumga. Delfin hatto bizni kemamizdan ham katta ekan. Shuning uchun hozir faqat sunfish, quyosh baliq degan baliq tutamiz. Men boyni ana bu rang-barang baliq ko'rib qo'ygan. Voy, men hozir o'lib ketishim mumkin. Stop qilamiz va ichkariga kirib olamiz. Oy, yana delfin. Ichkariga kirib olib, qani mana bu delfinlardan ham yana tuta olamiz. O, delfin Nega ichidan bitta? 90 Robux ekan. Bosh ketdi, yana shuncha qiynalib delfin tutamiz. Do'stlar, videomiz yoqayotgan bo'lsa, like va obuna tugmasini bosib qo'yish esingizdan chiqmasin. Iltimos. 50 ta obunachidan so'ng stream qilamiz. Obunachilar bilan delfin sotib olamiz. Delfin uzr sotib olamiz degandim. Delfin ovlaymiz. Oho, men bitta baliq uchun nechta bosishim kerak? 70 ta bosdim уже. Menda sal ping bo'lyapti. Kamchiliklar uchun uzr so'raymiz. Hozircha menimcha men kuchaydim, chunki uni kemasi ham, bazasi ham oldik. 100 Do'stlar, mana shuni ikkinchi qismi chiqsinmi? Agar ikkinchi qismi chiqsin deyotganlar kommentariyaga yozib qo'ying. Obuna bo'lgan tugmasini bosing. 10 ta obunachidan so'ng yangi video qo'yiladi.